Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyada sadakacı rozu. Bugünkü sağ 2020 yıl. 2. ayının 28. günü. Vaziyet doğrusu bir kelime. 27. günü Amerika Birleşik Ştatları'nın prezidenti Trump efendi Amerika'ya yetip gelişi ihtimalı boğan yeni tiplik virüsten müdafaa görüş hizmetiga muavin prezident Mike Pence'ni mas'ul qilib belgiledi. Bu bir vaziyet. İkincisi hazır Amerika ovozinin bugünkü başlaytığında bu virüs, yani yeni tiplik virüs, yuqumli virüs bütün dünyaya tarqal deyildi. Bu bir facia, hürmetli vatandaş. Bugün biz şuların münasebeti kaldı vatandaşlara leksiya sözlerimiz. Mavzumuz da. 2. ayının 27. günü Amerika Birleşik Ştatları Kaliforniya ştatı başlığı Gavin Newsom axbarat e'lon qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Bu xabar 27. günü Jungo'nun organ torbeti, Dewey torbeti e'lon qildi. Mundaq ko'rsatdi. Bu shtatda 33 nafar yuqumlangan kishi bor. Ahvoli normal, yani yaxshi sifatlik. Seyyah xodimlarimiz az deganda 8400 nafar aeroplan bilan bu yerga yetib kelgan yo'lovchilarni tekshirib, yuqumlanish ahvoli bormi yo'q, ahvol egalladi. Newsom mundaq ko'rsatdi. 5 nafar tajismon virusni yuqtirib olgan kishi o'lchash orqali yaxshi sifatlik bemor bo'lib, bu shtatdan yetkazib ketildi. Bunun içinde birisi bu virüsni qayerda yuqtirib olganligini bilmaydi. O'zbekiston yuqtirib elishga qobil turishdan tashqari Kaliforniya shtati yana boshqa masalalarga duch keldi. Masalan, tekshirish suyuqligi yetishmaydi. Tekshirish asbobiga ishlatadigan suyuqlik yetishmaydi. Newsom mundaq dedi. Növbetdeki ciddi vazife tekshirish iqtidorimizni o'stirishdan iborat. Biz bu virusga duch kelganda xalqning kayfiyatini yaxshi tushunamiz. Kaliforniyada intayin yaxshi manba va yangi tiplik virusga qarshi turg'uvchi G'arabpa atroflarimiz bor. Balki bular federatsiyalik organlar bilan zich aloqa munosabatda bo'ladi. Kaliforniya Ommaviy sog'lomlik bo'limining mudiri Sonia Angel yig'inda mundaq ko'rsatdi. Navbatda ahvol toza muqim bo'lmasinmi, Amerika fuqarolari duch kelgan xatar, ya'ni virusga duch kelgandagi xatar yanalar tuvan. Yangi tipli tajismon virusning tarqalishi Amerikada Cumhuriyet Amerikalıklarga ta'tir qaraydigan ahvolni o'ttirg'i chiqaramdi deydigan endişe paydo qildi. Bu yangi xabar. 2. ayning 24. kun Amerika Birleşik Ştatları'nın Davlat Meclisi Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Kaliforniya shtatining shimolidagi cho'ng shahar San Fransisko tangliqlar ko'chasida paydo bo'ldi. Ve şu yerdeki Asiyalıklara ruhi ciheti medet verdi. Nancy Pelosi'nin bu ziyaret faaliyeti mihmallara ve şu yerdeki ammaga medet verip kişilerine yeni tiplik yuqumli virüsü tüpeyli Tanrı'nın koçsideki sözgerlerden nere kaçmaslığa çakırı kılıp San Francisco şehrinin allakaçan virüsten müdafaa görüş tedbirlerini elip bulgalığını ta'kidledi. Geçiren vatandaş. Nancy Pelosi mundaq ko'rsatdi. Yuqumli virusga kelsak,
biz intayin ihtiyatçan boluşumuz gerek. Şundaq bolsun o ruhi vehimige çöp kalmaslığımız lazım. Bu del bugün benim bu yerde ziyaret kılışımdan sebebidir. Ben bu yerde hemme nersi yaxşı demekçi emasman. Biroq tozaliqda saqlashimiz lazım. Çünkü biz allaqacha mudofaa ko'rish tadbirlarini elib bo'ldik. Bu shaharning vaziyati bizning olqinimizda. Şuna bu yerde bexaraman biz. Bu shaharda ko'ngillikmiz. Demek, Nancy Pelosi hanım Kaliforniyaning San Fransisko shahrini ziyorat qildi va virus to'g'risida Amerikalik fuqarolar yuqori qadar fikr bayon qildi. İkinci ayının 27. gün muavin prezident Mike Pence Washington'da sağlamlık, ammi mülazimet ve yeni virüsga taqabul turuş hizmet gruppisinin azaları ve başka hükümet azalarıyla yığın ecep söhbetleşti. Prezident Trump 26. gün muavin prezident Mike Pence'in yeni tacısma virüsünün aldığını eleşin tizgillaş hizmeti mesul kılıp tayinledi. Universal matbuatlar mundaq ko'rsatdi. Muavin prezident Mike Pence mundaq dedi. Bizning eng yaxshi mo'lcharimiz shuki, Amerika fuqarolariga kelayotgan virus tahdidi yanada tuvan. Lekin prezident o'tgan oyda odatdan tashqari ehtiyot qilib, allaqachon tadbir qo'llandi. Bizga ko'rsatma berib, barliq tadbirlarni qo'llanib, Amerika xalqining salomatligini qo'g'daymiz dedi. Biz endi dedi muavin prezident Mike Pence, federatsiyalik hukumatning yana virusga taqabul turishini to'liq harakatga keltirishni kapolatga ega qilishimiz kerak. Bu haber 2. ayının 27. günü Doğu orbitinden elinde hürmetlik vatandaş.